domovoyga chaqirib ko'ramiz. Domovoy bu uy jini. Domovoylar ikki turga bo'linadi, yaxshi va yomon. Yomon domovoylar siz kechqurun uxlayotganingizda sizni qo'rqitadi va uydan har xil ovozlar eshittirib, odam ichiga vasvasa soladi. Домовой – это джин, это бес. Ребята, это очень страшная вещь. Вы бегите от своих домовых. Va mana shu uyda ham menimcha shunaqa narsalar bo'lgandan hech kim yashamagan va hech kim sota olmagan. Va shu uchun ham bu uy 100 yildan beri tashlandiq kulbaga aylangan. Va mana shu dahshatli joyda biz o'z eksperimentlarimizni o'tkazamiz. 100 yilchadan beri qarchi bu hech kim yashamaydi, bilmayman nimaga. Uyda qanaqadir g'alati narsalar bo'lgan va bu narsa domovoydan bo'ladi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Va xolos biz shuni tekshirib ko'rmoqchimiz. Kiradigan joy qidiraylik. Menimcha biz hovlini boshqa tarafiga o'tishimiz kerak, Muxojon aka. O kiradigan joy bor ekan. Mana buni qarang, oling, aka bu nima bu? Yo'q, kiradigan joy bor. Ilon bilan chiqib qolmasin bu yerda, ha? Ashtam hech kim ko'rmay o'tdan o'tib ketgan qarang. Qabriston bo'lmaganmi? Kim o'tdi? Ha? Qabriston bo'lmaganmi? Ya'ni uy, bilet ma'mulini pashalar. Nega bilasizmi? Nima? Qabristonda tepali o'ttiradi, normalda. O'tlar-ku bular tepali emas, menimcha o'tlar. Ancha yil bo'lgan, bu hech kim kirmaganiga. Bu hech kim kirmagani sababi просто tak bo'lish mumkin emas-da, chunki mana buni qaraylik, buzib to'kilib ketishgacha ham borganda, bu SSR paytlarida, bu qanaqasi? Yilni hisoblasangiz. Va mana shu yerda biz domovoy chaqirib ko'ramiz. Prям qanaqa jo'ski bo'ladi. Ketdiga? Kiramiz. Mana buni qarang. Lekin mana to'kilib tushgan ekan. Ko'taradi. Bismillah. Ya'ni kot taqsaga qo'ygan. Bularni g'alati qilib ketdi bu yerda. Mana bularni qarang. Mana mashinalarni post oling. Bu yerda nima bo'lgan bo'lishi? Kimdir bormi? Bu qanaqa uy bo'lgan bu? Eng qizig'i bo'm-bo'sh. Xo'sh, как обычно, xuddi tashlandiq binoga o'xshagan atmosfera, musorlar, nimadirlar. To'cha sayt payti qo'yilgan. Sayt payti deysizda? Ha, sayt payti anaqa isitishdan o'tishadi. Xullas sayt payt. Uy, nima bu? Kodda. Jello. Bu tarafda lekin seriyozdan uy momentda qushlarning uyasi nimadir temali. Men qo'rqotganim ilon bilan chiqib qolsa bo'ldi, chunki ilondan juda ham qattiq qo'rqaman. Bo'tki hech kim kirmagan joy. Uxbilay, men portlab ketganman shunda. Просто как kimdir sinib ketgan. Menimcha narasini so'g'ilgan. Nima yo'ladigan bo'ladi-yu. Ha. Qani, Mamet hovlisiga qaraylik. Bu nima? Wow, bu hojatxona qirilib ketganini qaranglar. Shuning uchun qanchalik eski joy, bilan bu atmosfera va ashtaga kutilgan domoviy video shot olinadi. Podol bor ekan. Kiramizmi? Давай. Mana buni qarang, turishini. Bilet, o'tlarni balandga qarang, oyoqlar tagida eng qiziq bo'tga kim kirmagan bo'lsa, ilon ham bemalol yashab sarf beradigan joy. Qamar, ketdik. Ketdik, bismillah ha. Давай. Ilon bilan chiqib qolsachi. Lekin madir bo'lsa, qoch deyman, qochib ketamiz, xo'p? Chunki ilon bilan chiqib qolish mumkin. Rostdan ham, masalan, siz men tushunmasam, ikkalamiz urinishib yana urinib ketib qolib bir-birimizga. Voy, bu Mamet kirish qaraylik. Muxojon, uy, bilet. Wow! Man. Mana buni qarang, mana bu rasmni qarang. Nima degani bo'lishi mumkin bu? Bilet. Voy! Mana buni qarang. Mana pavuklar uyiga qarang. Yo'q! Nima? Ilonga o'xshagan bundan kamera qarating. Ilon emasmi? Bilet, qorong'ida endi. Hozir kamerani montaj sal yarkroq qilmasak, shuni ko'rinmaydi. Sovetskiy narsalar yerda. Eski krossovka bor, butilka bor eski. Xullas chiqdiga, ana endi tepaga o'tib eksperiment qilamiz. Hozir mana shu yerda domovoy chaqirish eksperimentini o'tkazamiz. Mana shu tanladik, chunki как o'tlarga borsa to'g'risi o'tlarda bu narsa qilishga qo'rqaman. Chunki agar bot bo'lsa, mana o'zida chiqish mana. Shuni ko'rsang, mana o'zida chiqish, tab qochib ketaveramiz-da. Aytgancha o'tlar, biz tashlandiq katta zavodda berkimoch o'tkazganmiz. Agarda ko'rgan bo'lsangiz, mana shu turibdi. Mana shu videodan keyin ko'ra olishingiz mumkin. Pollani. Men internetdan ko'rdim, qanaqasi domovoy chaqirish nimadirlar qilgan va mana shu 4 qoshiq bilan qilinadigan o'sha domovoy chaqirish usuli eng mashhur ekan. O'xshamaydi deb o'ylayman. No, bolalar bor, qo'rqishmasa bo'ldi. Lekin aslida ko'rish kerak, chunki ishonadiganlar ham bor.
so'roq juda ham ko'p. Lekin agar o'xshab qolsa, xo'sh, videoda ko'rgandim, mana shunaqa qilib turib, mana mana shunaqa lenta qog'ozdan kesib turib, qoshiqda mana qilib, mana qilib anaqa qilishdi. Anaqa o'rashar ekan va to'rtalasi ham mana shunaqani o'rab, pulni mana bunaqa chiqiladi, mana qo'yiladi. Va qog'oz ochib ketmasligi mana shu qoshiq qarab turar ekan va to'rtasini xullas hozir mana bunaqa qilib qo'yib, har biriga qog'oz o'rab turib, savol beriladi. Agarda masalan bittasi ochishsa yo'q degani, ikkitasi ochishsa ha degani, shunaqa tema, короче. Shunaqa deyilgan videoda va xuddi o'shani sinab ko'ramiz. Lekin videoda men ko'rdimki, pulni gapirishayotgan, bittasi ochib qoldi, ikkitasi agarda bu yerda bo'lsa, o'sha qoshiqlarga kelib qolishiblar. Bilet. Mirazam aka, ha? Bilet bo'lmay ketaman, ham onasini yersan. Mirazam aka. O'zi endi aytmoqchi, atmosferani o'zi qo'rqinchli debdi. Mirazam aka qo'ying aka. Tekshirib ketaylik. Eksperiment o'tkazaylik. Omonxon School. Tez kunda. Xo'p, mana. Xo'sh, to'rtalasi ham tayyor. Ana endi o'sha men videoda ko'rganman, damovoy agarda shotda bo'lsa ham bironta qoshiq kachqot ham ochib turibdi-ku. Bundan qog'oz ochilgandan keyin yopib ko'rinish kerak va o'shandagina sezdirgan bo'lar ekan. Xolos, bilmadim, qoidasi bo'yicha shunaqa va shuni ostiga tekshirib ko'ramiz. Xo'p, ketdik. Yo'q, bo'ldi. Yo'q, deb qo'ylar. Men как будто sabırlı. Qanaqa bu yo'qdan ovoz eshitdim, tushunmadim. Mamlaq ashini как Mamet yemirilib qo'yapti, ziyonmi turgan joy. Mamet, prям. Mametda tiqir. Birdan narsa bilan kes, ko'zing ko'rib tursin. Real, ichimga voqima kiryapti, kes, to'g'risi. Damovoy. Sen yonimizda bormisan? Agar yonimizda bor bo'lsang, bildir. Xo'p, ketdi. Ochib ko'ramiz. Mana. Никаких, как ortsanasini tarendibdi. 1 2 3 4 5 hop 6 bo'ldi. Uy! Ochib ketdimi? Ha, qog'oz yirtilmagan lekin. Qanaqa shunday bo'lishi mumkin? Qo'ylanib qo'ying shuni. Mana, men mamnaq qildim. Mamnaq qilib turibman. Mana. Sizlar qilib ko'ringlar, shomasiz mana qildim, ana o'radim. Hozir xuddi shuni ochdim. Bu uzilmagan, bu uzilgan bo'ldi. Bo'ldi. Bilmayman. Lekin men ko'rgan videoda bunaqa emas edi. Ovoz vashi bu Ochilganmi? bittasi kak yopib o'tirgan, keyin kak yana boshqa savol berib gaplashib ketishgan, o'tdi. Amanda prям uzilib ketdi. Yo'q, hozir bu qanaqa ishlash kerak buni? Tepada Xudo turibdi, men hozir bu narsa bo'lishini harakat qilganim yo'q. Nima hozir? Nimadir ulyapti, seriyosni otadi. Kelamizam. Shoshmay, oxirigacha o'tkazib ko'raylik. Hammanglar o'rtoqlar qaranglar. Agarda mana shu videoda bir 30 mingta like bo'lsa, mana shu tashlandi va mana shu ko'rib turibsizlar, o'rtoqlar necha yildan hech kim yashamayapti bu uyda. Bir tunni mana shu yerda o'tkazaman, bitta o'zim. Va bu yerda chista o'sha haqiqatan hech kim bu yerda yashamagan-ku. Qanaqa bu qanaqa ekan masalan bilsangiz o'sha jilla masalan nima? Mana emas lekin. Ha? Mana emas lekin. Nima bo'ldi? Nima? Qo'rqdinglar? Yo'q, qilmayaptim. Nimadir botdimi? Просто siz uni qo'ygan yo'q. Bilet, g'ashash shuni tezroq gapiring. Agar mana shu 30 mingdan ko'p like bo'lsa, men mana shu jim bosgan, shuncha yil hech kim yashamagan. Nimaga masalan yashamasligi mumkin? Shu kechqurun uxlayotganda nimadir eshitiladi yoki nimadir tegadi, xullas o'sha qanaqa har xil o'sha qo'rqinchli narsa bo'lgan uchun hech kim yashamagan, shuncha yil ko'p tursa xarob bo'lib ketgan. Bir necha 100 yildan beri desam bo'ladi. Mana shu videoni bitta o'zim tunni o'tkazaman. Va bu men uchun qo'rqinchli, 30 mingta like yasanglar, ready content harakat qilamiz. Xo'sh, ketdik. Ochib ko'ramiz. Yopiq chiqish kerak. Lekin уже bittasi uzuq chiqdi. Bu degani уже hadi bo'lgani уже. Kamaz o'taplanchi. Hop, ket, ochib ko'ramiz. Bilet, nega kelsa ham uzuq chiqyapti? Mana hech qanaqa masalan, anaqa yo'q, uzilmagan. Mana, mamlaq qolma, mana. Qaranglar o'rtoqlar. Mamlaq qolma. Ket, o'rama. Men qaytadan o'qsam, uzuq chiqyapti. Bo'tda seriyozli nimadir bo'tdi hozir. Bu просто mamlaqa chiqish kerak edi. O'zi men ochib turibdi. Nima? Ovozda eshitilyapti. Ovozda eshitilyapti. Demak, haqiqatan nimadir bor. Shu sheyni qanaqadir boshladi, chunki men uni o'zi ham odam qo'rqitadi-da. Masalan, mana hozirlik videoni qo'yib beraman, qanaqa chiqqan.
Va menda hozir qanaqa chiqyapti? Hop, bu yopiq chiqish kerak. O mana bu mana chiqdi mana. Oxirgisi. Bu yopiq chiqdi. Yopiq bor bo'lsa yopiq chiqsin dedim. Damoy sen shu yerda bormasam so'radim, ha? Demak, ha dedi. Kak o'yinga qaraganda. Dayt yana bironta boshqa savol berib ko'ramiz, ha? Nima savol beramiz? Bizani shu yerda yurganimiz unga yoqyaptimi yo'qmi? Shuni ko'ramiz. Hozir sizga savol beraman, lekin yana bitta savol beraman, shuni tugataylik. Seryozni aytaman, bu yerda men umuman kak turgim kelyapti. Xullas qolib ket. Damovoy. Sani uyingda yurganimiz senga yoqyaptimi? Agarda yo'q bo'lsa, birontasini yop. Ochamizmi? Yo'q chiqib turib, ma'lumotlar kimdan tortib ketib qolsa. Yo, menga real mana hozir oxirgi bitmasdan Instagramda masalan meni ko'pchilik atletga qotman shu narsalarga. Qo'rqinchli video qanaqadir ruh nimadir bo'lib qolganligi meni atletga qilishyapti-da, yoki menga tashlab olish tamoyilchilar bosibdi. Ammo ularni ko'rib mana shu narsa bo'lyapti-da. Tasavvur qiling, uchishni ko'rgandan keyin qorong'uda o'tirsiz qarab qo'rqasiz. Aman davaychi o'rtoq. Xo'p, mana qarang turibdi. Ketib ochamiz. 1 2 3 4 mana sizga ko'rsin. 5 6 mana. Yana alohida o'q qoldi. Ujub bu yoqmayapti. Gap ochiqligida emas. Gap даже ma'mul ishda emas bu shonsmi? 100% bu o'sha yo'q degani. Yo'q, men nimadir tushunmayman. Yo'q, rostdan ham biz bilan nimadir haqiqatan yuz beryapti. 3-sinfga ketish kerak ekan. Yo'q, ko'rish kerak bab. Da. Xo'sh, mana xuddi o'sha. Ko'rib tursan, hech bola qilganim yo'q, mana mana qog'oz but-butun chiqyapti. Bilmayman, qaysi fizika qoidasiga bo'ysunyapti bu narsa. Mana masalan, bu yopiq chiqdi. Sani uyingda yurganimiz senga yoqyaptimi? Agarda yo'q bo'lsa, birontasini yop. Shu itak yo'q bo'lsa yopiq chiqsin dedim. Men ham chiqib ketdi. Lekin mana qog'oz but-butun. Bilmayman nega bunaqa bo'pti. Yana tarix tortaman. Ket. Mana lekin xudoshlar mana. Nishon turibdi. Bizdan yoqmayapti. Bittasi ham ochiq chiqmadi. Agarda yo'q bo'lsa yopiq chiqsin dedim. Bitta qolganlar uzilib ketdi, qolgan ikkitasi yopiq chiqdi. Bizdan hech yoqmayapti. Ishonmayman, lekin prosta kofirlar topgan narsa, lekin uy-jini bor. Uy-jini yaxshisi yomoni bor, lekin masalan agar bu masalan yaxshisi bo'lganda, bu yerda masalan odam yashab hozir masalan katta yer, bitta remont qilsa, shu zo'r joyda o'zi. Undan qarasa. Lekin masalan nechta 100 yildan beri unaqa bo'layotgan joyda Yana ketdi. bekorga unaqa bo'lmaydi-da. Ketsin, seriyozmi? Biz ham chiqamiz. Xullas o'rtoqlik ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha qildik. Agarda bu o'yin ishonadigan bo'lsa, bu yerda haqiqatan nimadir bor va unga biz yoqmaymiz. Lekin men bu yerda baribir Sony Parejani jim bosib uyda bitta o'zim bir kun yotib ko'rmoqchiman. No farqi yo'q, gapirgan gap otilgan o'q. Darhaqiqat. Marazam aka. Menimcha hammalar kameraga tushib qolgan arvohlarning videosini ko'rgan bo'lishinglar kerak. Har xil o'tda bunday ko'rinib yo'qib ketib qoladi. Xullas, bunaqa videolarni juda ham ko'p odam ko'rgan. Bizning komanda unaqa videolarni ko'pini so'mga qilishgan, hammasi uyushtirilgan deb o'ylaymiz. Xuddi shunaqa qanaqasiga kadrda arvohlar ko'rinib qolgan bor. Nima bo'pti? Astag'firulloh. Voy bilan. Xullas qanaqasiga o'sha kameraga arvohni tushirib so'mga qilishlari haqida biza video olganmiz va u video mana mana shunday qo'yib qo'yganman. Muhammadjon aka yangi kanal ochganlar va ular shu videoni oldilar. Xullas hozirlik podдержка kerak, hoziroq o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki u kanalda ham xuddi mana shu meni kanalimda ishlagan komanda xuddi shunaqa bor kuchi bilan ishlaydi. Xullas sizlar uchun hech qanday to'xtamaymiz. Video mana shu turibdi. Hoziroq o'ting. Ciao. Seryozni hozir o'shanda o'xshadi mana bu narsa. Shunda hozir rostdan bizni как будто rostdan shunda hozir damoviy bor va biz o'sha damoviy yoqmayamizmi shunda? Nima xayolman lekin O'shangiz kerak. Bu narsani tushunadigan kimdan so'rash kerak?